Uy egasi bizdan rozi bo'lsa, xo'p, hozir mana bunaqa burchatka kafelarni dori o'tdi do'stlar. Men sizlarga zo'r remont ko'rsataman. Olib kelasiz kamerani. Tezroq olib kelasiz. 2026-yilda trendda bo'layapti turgan remont qaranglar. 15 ga o'tdi. High-tech usulda petnoli variantdagi toza oq sementga quyilgan burchatkalar bo'ladi. So'killarini bitta ko'rsatib qo'yasiz. Aka, vashi dahshatidan bo'lgan u. Xo'p, blesk beradigan Xitoyda qora angola bleki bo'ladi. Metrini mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa 500 mingdan 70 ga bo'ladigan bo'lsa 580 mingdan qilib beryapti ekan ustakalarimiz. Mana burchatkalarimiz 10 tonnagacha yuk ko'tarar ekan, ya'ni 2026-yilda moda bu portlato'riga, xo'p, mana shu burchatkalar bo'ladi. Buni hozirgi kunda ustalar haqisi, materiali, dastavkasi ham ichida, ustanovkasi ham ichida 140 mingdan qilib beryapti ekan. Qalay, zo'rmi? Mana bu joyimiz jami 190 kvadrat metr, so'kili 90 metr bo'libdi do'stlar. Jami mana shu joyga 85 million so'm pul ketibdi. Zinalarimizni 1 metrini olib keling. Metrini 250 mingdan mana bu joylarni bitta ko'rsatib olasiz. Petnoli varianti varsha dahshatidan bo'lgan. Olib keling. Mana bular qarang. Kvadratini 250 mingdan qilib beryapti ekan. Xonadonimizni bitta ko'rsatib qo'yasiz. Niyat qilganlarga mana shunaqa remontlar, mana shunaqa, bolachalar o'ynashni qarang. Zo'rmi? Like bosib qo'yinglar, niyat qilganlarga mana shunaqa remontlar nasib qilsin.